Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun mana shu aglanema tuprog'ini almashtiramiz va sizlarga aroidlar uchun bitta zo'r tuproq tayyorlashni ko'rsatib, tushuntirib beraman. O'zi eng mashhur xonagullari bu aroidlar oilasiga mansub xonagullari hisoblanadi. Misol uchun aglanema, Dieffenbachia, Philodendron, Monstera, Anthurium, Spathiphyllum, Syngonium, Scindapsus, Alocasia, Caladium. Bu xonagullar uchun tuproq yengil bo'lishi juda ham muhim narsa. Faqatgina yengil tuproqda bularning ildiziga havo yaxshi yetib boradi va ildizi zo'r rivojlanadi. O'zi bu xonagullari tabiatda poluepifit bo'lgani uchun ildiziga havo yetib borishi juda ham muhim narsa. Og'ir zichlashib ketadigan tuproqda bu xonagullar zo'r o'smaydi, zo'r gullamaydi va sog'lom bo'lmaydi. Ildiz sog'lom bo'lmagandan keyin tepa qismi ham sog'lom bo'lmaydi. Misol uchun bu xonagullari fikus, shiflera, kitayska roza, bugunvilya, geranga o'xshab og'irroq tuproqda o'solmaydi. Bularga albatta yengil tuproq kerak. Bugun men sizlarga shu yengil tuproqni tayyorlashni tushuntirib ko'rsatib beraman va bitta tayyor tuproqni maslahat beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. Agar sizlar aroidlar uchun o'zingizlar tuproq tayyorlamoqchi bo'lsanglar, bu juda ham oson. Bugun biz tayyorlaydigan tuproq hamma aroidlarga to'g'ri keladi, aglanemadan tortib to anthuriumgacha. Bizga 5 ta qo'shimcha kerak bo'ladi. Bu qo'shimchalarni topish oson, deyarli hamma gul bozorlarida sotiladi. Do'stlar, bugun men aglanema uchun tayyor tuproq ishlataman. Shu uchun tuproq tayyorlashni sizlarga ko'rsatib bera olmayman, lekin oson qilib tushuntirib beraman. Hammasini solib aralashtirish uchun bitta kattaroq tog'oracha olamiz. Men sizlarga kosa misolida tushuntirib beraman, osonroq bo'ladi. Shu tog'orachaga biz 4 ta kosa torf solamiz. Verxavoy neytralniy torf ishlatasizlar. Misol uchun ko'k agrobalt yoki sariq agrobaltni ishlatsanglar bo'ladi. 4 ta kosa torf solamiz. 2 ta kosa kokosovый substrat solamiz. Bilasizlar, g'isht shaklida sotiladi. Uni ivitasizlar va 2 ta kosa solasizlar. 2 ta kosa biogumus solamiz. Mana oddiy biogumusdan 2 ta kosa solamiz. Va bitta kosadan perlit va bitta kosa vermikulit solamiz. Hammasini solamiz, aralashtiramiz va tuproq tayyor. Torf va kokos substrati bu tuprog'imizning asosi. Bular juda ham yengil bo'ladi, shu uchun bulardan foydalanamiz. Biogumus bu tuprog'imizning kuchi, tuprog'imizni unumdor qilib beradi, tuprog'imizga moddalarni qo'shib beradi. Bu tuproqning kuchi bo'ladi. Perlit, vermikulit tuprog'imizni juda ham yengil qilib beradi. Mana do'stlar, shu tuproqni har qanaqa aroidlar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. Aglanema, Dieffenbachia, ayol baxti, erkak baxti hammasiga ishlataverasizlar. Do'stlar, bugun men aglanema uchun ishlatadigan tuproq bu Pyotr Plexanov mahsuloti, aroidlar uchun maxsus tayyor tuproq, nomi Spathiphyllum. Hamma aroidlar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. To'g'risini aytaman, o'zim bu tuproqni hali ishlatib ko'rmadim. Bugun birinchi marta, lekin ishlatib ko'rgan odamlar juda ham maqtashdi. Juda ham yengil, yumshoq tuproq ekan, natijasi ham zo'r bo'ldi deyshti. Haqiqatan tarkibi juda ham zo'r. Men sizlarga hozir buni ochib ko'rsataman. Buni sizlar uzun marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Narxlari ham zo'r. Buni har xil hajmlari bor. 1 litr, 2 litr, 4 litr, 10 litr, adashmasam katta 20 litrli hajmlarda ham bor. Do'stlar, men sizlarga maslahat beraman, 1 litrlini olib ko'ringlar, yoqsa keyin yana xarid qilasizlar. Men shu videoni birinchi izohida uzun marketning buni silkasini va Pyotr Plexanov Telegram kanalini qoldiraman. O'sha yerdan kirib bemalol topsanglar bo'ladi. Hozir ochib men sizlarga ko'rsataman. Mana tuproqni ko'rib turibsizlar. Tuproq haqiqatan juda ham yengil, juda ham mayin, o'zi ko'rinishi ham chiroyli. Bu tuproqning tarkibiga hamma narsa me'yorda qo'shilgan. Perlit ham, vermikulit ham, kokos substrati ham, torf ham, hattoki mana ildizni himoya qilish uchun, ildiz chirimasligi uchun drevesniy uгольlar ham qo'shilgan. O'zi Pyotr Plexanov tuproqlarida menga yoqadigan joyi, Pyotr Plexanov hamma tuproqlariga foydali bakteriyalar qo'shadi. Bu foydali bakteriyalar keyin tuproqda ildizlarni himoya qiladi. Ildiz chirishi juda ham kam bo'ladi. O'zi eski tuproq bilan birga ekmoqchi edim. O'zini tuprog'ini ozgincha bo'lsa ham qoldirmoqchi edim, lekin ochib qarasam tuprog'i juda ham yomon ekan. Hidi ham, ko'rinishi ham menga yoqmadi. Shu uchun butunlay olib tashladim. Agar sizlarning eski tuprog'inglar yaxshi bo'lsa, qoldirganingiz yaxshi. Hech bo'lmasa ildiz atrofida qoldiringlar. Eski tuprog'ini qoldirsanglar, o'ziga kelishi osonroq bo'ladi. Agar mana shunaqa ildizni ochib tashlaydigan bo'lsanglar, ozgincha o'ziga kelishi qiyinroq bo'ladi. Shu uchun biz ekkanimizdan keyin ozgincha salqinroq, quyosh tushmaydigan joyga qo'yamiz va 3-4 kun teplичка qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir endi men bularni ekib olaman, keyin yana videoga qaytamiz. Do'stlar, mana aglanemani ekib oldim. Juda ham chiroyli bo'ldi. O'zi ildizni ochganimiz ham yaxshi bo'ldi, chunki sizlar ildizni ochib ozgincha shikastlasanglar, oldidan detkalab berishi juda ham tez bo'ladi. Endi tuproq haqida birinchi taassurotimni aytsam, tuproq zo'r, yengil juda ham, mana ko'tarib ko'rsanglar ham juda ham yengil, mayin tuproq.
Faqat anturium uchun, anturium juda ham yengil tuproqni yaxshi ko'radi. Anturium uchun men maslahat beraman, yana ozgincha perlit qo'shib yuboringlar. Qolganlarini bemalol eksanglar bo'ladi. Do'stlar, mana bugun sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta ishlatib ko'ringlar. Hech bo'lmasa 1 litr, 2 litr olib ishlatib ko'rib, keyin yoqsa kattarog'ini olsanglar bo'ladi. Do'stlar, men hech qachon yomon narsani maslahat bermayman. Albatta ishlatib ko'ringlar.